Әң еңі ұшырлағы қарғанда Қытайның ұйғырлағы қылыватқан зұлымы хақыда Қытай чегірасы ішеді тұрып, видеолық гоқлық берген тұнжы ұйғырның қолға иланғанлығы ilgari сүрілді. Şərqi Türkistanның Ақсу viloyati Onsu nahiyəsidən ikənligi və yığınqı bir qancha yılda Xitay ölkələrində yaşayotqanlığı ma'lum bo'lgan Murodil Hasan 9 ayning beshida chet elda yashaydigan Uyg'ur faoliyatchilari orqali YouTube to'rida sinliq guvohlik bergan edi. Murodil Hasan YouTube'da e'lon qilgan bir necha videoda Xitoy zulmini bash qilgan va lagerga qamalgan onasi haqida guvohlik bergan edi. Erkinlik, jasorat va hayotning qiymati to'g'risida ko'z qarashlarini bayon qilgan Murodil Hasan chet eldagi Uyg'urlarni Xitoy zulmiga qarshi ittifoqlashishga chaqirgan edi. O o'zining bir necha yildan buyon Sharqi Turkistondagi bostirishlardan qochib, Xitoyning ichki o'lkalarida yashayotganligi, o'zining har vaqt xatar ichida ekanligini aytgan edi. Murodil Hasanning bu videolari chet el orasida keng ta'sir qo'zg'adi. Onun qahramonlik jasorati maqtilish bilan birga yuqori texnikalik ko'rsatish uskunalari orqali saqchi davlatiga aylangan va chet el aloqasi barliq ijtimoiy taratquv va aloqa qurollari cheklangan Xitoyda buni mumkin bo'lmaydiganligi haqida talash tortishlar o'tirg'i chiqqan edi. Angliya Avam və Kengash Palatasiga 130 dan ortiq parlament a'zosi Xitoyning Angliyadagi bosh elchisi Liu Xiaomingga maktub yozib, Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasini tanqid qildi va Beijing doiralarini irqiy tozalash bilan aybladi. Angliya parlament a'zosi 8 sentabr seshanba kuni Xitoy bosh elchisi Liu Xiaomingga yozgan bu birlashma xatida dunyo kishilik huquqining ig'ir daxl taruzga uchirganligiga oid bundoq zo'r miqdordagi isbotlarni ko'rganda hech kim bunga sal qarmaydi. Parlament a'zolari bo'lish sifatimiz bilan biz bu zulmni mutlaq ayblaydiganligimizni bildiramiz va buni darhol to'xtatishga chaqiramiz. Hatto Sharqi Turkistondagi nopusning majburiy kontrol qilish va Uyg'urlarni keng ko'lamda tutib turish haqidagi dokladlar, shundaqla ko'zlari tengilgan va chochlari tushirib etilgan nurg'un er kishining poyizga chiqarilish oldida turgan ko'rinishi, aniq ko'rsatilgan sinlari tilga aylangan. Parlament a'zolari bu sinning natsistlar jazo lageridagi ko'rinishlarga intayin o'xshaydiganligini ta'kidlagan. Trump hukumati Amerika universitetlarini bitirgan bir qism Xitoy o'quvchilar va tadqiqotchilarning vizasini bekor qilishni qaror qildi. Amerika Davlat bexatarlik ministerligi e'lon qilgan bayonotida bu qarorning sezgir tadqiqot uchurlarining o'g'irlanishining oldini olish uchun chiqarilganligi bayon qilindi. Davlat bexatarlik ministerligining muavin ministri Chad Wolf Xitoyni Wuhan virusi tadqiqotini o'g'irlagan va o'quvchilar vizasi orqali Amerika universitetlarini suiiste'mol qilgan deb aybladi. Wolf viza bekor qilinadigan kishilarning Xitoyning harbiy singib kirish strategiyasi bilan munosabati borligini bayqagan o'quvchilar ekanligini bayon qildi. Wolf mundaq dedi: "Biz yana majburiy emgak kuchi ishlab chiqargan mahsulotlarning bozorimizga kirishini oldini olamiz va Xitoyning insonlarning izzat hurmatiga hurmat qilishga chaqiramiz" deyish orqali Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selish qilmishini tadqiq qildi. Yaponiya Tashqi ishlar ministri Motegi Toshimitsu Xitoyning Janubiy dengiz va Sharqiy dengizidagi kengaymichilik siyosatiga ko'ngil bo'layotganligini aytdi. Ministr Motegi torda o'tkazilgan Sharqiy Janubiy Osiyo ellar ittifoqining 53-navbatlik yig'inida so'z qildi. Motegi Xitoyning kengaymichilik siyosatining rayon davlatlarini andishiga solayotganligini tilga oldi va Janubiy dengiz va Sharqiy Xitoy dengizining hozirgi holatini bir taraflama o'zgartirish urinishi izchil davomlashmoqda dedi. Hong Kongdagi vaziyatning kishini andishiga soldiganligini aytgan Motegi, bir davlat ishki tuzum ostida muqimlik va demokratiyani taraqqiy qildirish kerakligini ta'kidladi. Ilgilinishicha, Isroiliya bilan Arab Birlashma Xalifaligi o'tirishidagi munosabatni to'liq normallashtirish kelishimining rasmiy imzo qo'yish marosimi 15 sentabr Oqsaroyda o'tkaziladigan. İsmini oshkorlashni xohlamagan Oqsaroyning yuqori darajalik amaldorlari matbuotlarga so'z qilib, Isroiliya Arab Birlashma Xalifaligi kelishimiga munosabatlik ba'zi uchurlarni oshkorladi. Bu amaldorlar ikki davlat o'rtasida imzolangan kelishimga rasmiy imzo qo'yish marosimining 15 sentabr Amerika prezidenti Donald Trumpning sohibxonligida Oqsaroyda o'tkazilganligini, Arab Birlashma Xalifaligi shahzodasi Muhammad bin Zaydning inisi va tashqi ishlar ministri Abdullah bin Zayd al-Netanyahuning marosimga qatnashadiganligini aytdi.
Amerika prezidenti Donald Trump 8 ayning 13 kuni İsrail bilan Arab Birleşmə Xəlifəliyining munosabatlarini butunlay normallashtirish to'g'risida kelishim hosil qilganligini e'lon qilgan edi.